Assalomu alaykum, hurmatli mani tomosha qilib kuzatuvchi obunachilarim. Anchadan beri chiqmaganim sababi bor, chunki o'zimning kurslarim bor. Tarodan mana yana bitta gruppani tugatdim. Tabriklasalaring ham bo'ladi va tugatishi bilanoq sizlarni oldilaringga chiqishga harakat qildim. Tak, hammasi mana yangi yil tematikasiga yarasha ochirimlar qilamiz. Kelayotgan 2026-yil hammaga omadli, baxtli, oson, yengil kelishini tilab qolib, munajimlar bashoratini yillik, ya'ni 12 oy mavsumiga ochib berish niyat qilib chiqdim sizlarga. Birinchi boshlayotgan burch vakillari qo'y burji vakillariga bag'ishlangan bo'laman. Qo'y burji vakillari burjlar ichida eng omadlisi sanaladi. Ular juda harakatchan va adolatsizlikka chidab tura olmaydigan burjlar sohiblaridir. Mana bu Kaliso Goda bilan boshlamoqchiman. Demak, qo'y burjlarimiz 2026-yilda oyma-oy sizlarni nimalar kutmoqda degan umidda bitta kartani chiqarib olamiz yanvar oyiga. Ya'ni biror bir mavqega erishmoqchi bo'lsalar, albatta muvaffaqiyatga qozonadi degan karta chiqdi. Omadli karta. Ba'zi birlarga bu farzandlikni keltiradi. Ishga kirmoqchi bo'layotganlar albatta ishga kiradilar. Biznes boshlamoqchi bo'lganlar, mana sizlarga boshla, harakatingni qil deb qichqirib turadigan mana bu tuz jezlov bo'ladi. Ya'ni ish oqtarayotganlarga omad kulib boqadi. Uylanmoqchi bo'lganlar albatta uylanish kartasi bas bu, lekin juft halolini topish, ya'ni muhabbatini topishga chorlaydigan karta bo'ladi bu. Bos, olg'a, omad, o'tirma, qo'lingdan harakat qil, men senga albatta shu omadingni olib kelaman deb qichqiradigan tuz jezlov bo'ladi. Tak, keyingi kartani fevral oyini mana bu vintajная Taro Alexander Reyning kartasini ochmoqchiman. Kartalar mana bunday. Fevral oyida bizning qo'y burch vakillarimizdan nimalar kutmoqda? Boshlaridan nimalar o'tmoqda? Tak. Albatta bu fevral oyi bizga osonlikcha kelmaydi. O'ziga yarasha qiyinchiliklar mavjud. Bularni bittama-bitta, ya'ni birgalikda oiladagilar meni ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni oilalaring bilan birlashgan holda yengamiz hamma qiyinchiliklarni. Qo'rqishimda yo'q, orqaga qaytishimda yo'q, oz qoldi. Mana bu shuncha yo'lni bosib o'tganimizga yarasha, bu haligi nima edi, 40 ga chidab, 41 ga ham chidinglar, oz qoldi. Biznesda, startapda, loyihada, nima desam bo'ladi, juftlik halollikda ozgina biroz qiynalamiz. Fevral jicha og'riq keladi, lekin qiyinchilikdan biz qo'rqmaymiz. Bellarda kamarlar bilan qattiqroq baylagan holda kurashga tushamiz degan karta maytga qo'yamiz. Keyingi kartani sizlarga Taro блуждающей звезды degan kartada ochmoqchiman. Bu kartamizni rubashkalari mana bunday juda ham chiroyli karta. Mart oyi qo'y burch vakillariga qanday keladi degan savollar bilan. Ya'ni восьмерка кубков. Восьмерка кубков degani qaranglar. Agar bunday qilib aylantirsam sizga to'g'riroq ko'rinadi. Восьмерка кубков bu ketishlik. Ya'ni sizni martda juda qiynab kelayotgan savollardan, chegallanib qolgan vaziyatlardan, ya'ni yo'q, bu sohillardan men ketishim kerak, men o'z yo'limni topishim kerak, men yechimini oqtarishim kerak. Albatta bu hozirgi turgan nuqtayimda emas. Ish bo'ladimi, safar bo'ladimi, biznes bo'ladimi, sog'liq bo'ladimi va turmush yoki masalan nima desam bo'ladi, munosabatlarda sizlar to'xtalib qolmaysizlar. Ya'ni olg'a, bu joylardan, ya'ni bir narsa sizni qoniqtirmayaptiki, boshqa yo'llarni oqtarishga, boshqa va qandaydir vaziyatlardan chiqish yo'llarini, qandaydir boshqa bir situatsiyadan chiqayotgan bir shanslarni, yo'llarini ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi, albatta martda. Keyingi kartamizni men mana bu
Obzorga qo'ygan familiya taro degan kartadan ochmoqchiman. Ya'ni aprel oyiga qo'y burchlarimizni nima kutadi? Adolatsizlikka chidab turolmayman deb boshqa yo'llar axtarasiz mart oyida. Aprelda-chi? Aprelda bizni nima kutadi? Aprelda bizni albatta четверка pentakli kutadi. Ya'ni biz maqsad sari investitsiya, finansalarda, pullarda ancha narsani to'plagan narsalaring samarasini beradi. Bu четверка pentakli degani это наполнение, ya'ni finansoviy, ya'ni oilada to'plab yurgan narsalaring natija beradi. Ya'ni qattiq yerda turib, o'zlaringga уверенный bo'lib turib, boy, har taraflama boy odamni bildiradi. Rezultat beradi. Hamma narsalaring to'plaganlaring aprel oyida yakun topadi va rezultatini albatta ko'rsatadi. Tak. Keyingi may oyimizni mana bunday zolotoy universalniy taroda ochmoqchiman. Oldilaringda ochaveray bu kartani. Tak. Rubashkasi. May oyida qo'y burch vakillarimizni nimalar kutmoqda? To'plagan resurslaring nima rezultat beradi? Yana восьмерка kubkov. Demak, to'plagan resurslaring aprel oyida to'plagan resurslaring bilan safarga chiqishlaring mumkin. Uy almashtirishlaring mumkin. Eski uyni tark etib, eski ishni tark etib, ya'ni sizlarda resurs bor-da, sizlarda mablag' bor, ya'ni sizlarda kuch bor, qudrat bor. To'plagan narsalaringni yangi safarga, yangi sohilga yo'naltirasizlar. Murakkab vaziyatlardan chiqishga yo'naltirgan va sarflagan bo'lasizlar. Kimdir may oyida nima deydi? Bitta oliygohni tugatib, ikkinchi oliygohga kirishi mumkin. Bu degani, ya'ni haqiqatan may oyiga to'g'ri kelyapti. Maktablarni bitirishlaring mumkin. Oliygohlarga safar olasizlar, bitta dargohni tark etib, boshqa yo'l olyapsizlar. Kelajak sari yo'l olyapsizlar. Ya'ni potensial, ya'ni kelajaklaringga nima deydi? Zamin yaratgani ketasizlar. O'sha sarf to'plagan kuchlaring bilan, bilimlaring bilan. Bakalavrni bitirganlar bitta oliygohdan ikkinchi oliygohga o'tishi mumkin. Bitta lavozimdan ikkinchi lavozimga, ya'ni boshqa ishlarga o'tishlaring mumkin. Mana shu may oyida rezultatini beradi, albatta. Keyingi iyun oyida qizlar, yigitlar, opalar, singillar va oila a'zolar meni ko'rib turganlaring Taro Yeva kartasida ochamiz. Bu karta ham judayam chiroyli, go'zal. Ayniqsa hozirgi qish mavsumiga kofelarni damlab olib va ichishlikka jalb qiladigan karta hisoblanadi. Iyun oyida qo'y burch vakillarini nimalar kutmoqda degan savolga javob beramiz. Ya'ni пятерка pentakli. Iyun oyida, ya'ni resurslarda ko'pchilik o'zini energiyasini, resurslarini tugatib, yil davomida ishlab, nima deydi? Отпуск talab qiladigan bo'ladi. Bu degani resurslaring tugagan degani. Уже bo'ldi, уже holdan to'ygansizlar. Hamma narsani sarflab bo'ldilaring. Ishga bor kuch sarflaringni berdilaring. O'sha kuchlaring qolmadi. Отпускка talab qiladigan darajaga kelib qolasizlar. Undan keyin nima desam bo'ladi? Maktabni bitirganlar, repetitorga borayotganlar resurslaring tugaydi уже. Charchab qolgansizlar. Qani endi o'qishlarga imtihonlarni e'lon qilsa-yu, o'qishlarga kirib olsakkina deb o'sha oxirgi kuchlaringni va bilimlaringni sarflayotgan bo'lasizlar. Ya'ni charchab, holdan to'ygan kartani bildiradi bu. Albatta, orqaga, oldiga, yon atrofga qarasalaring ham kuch topolmaydigan holga kelib qolgan kartani bildiradi bu. Keyingi iyul oyida agar ruxsat bersalaring Taro мистических моментов degan kartada ko'rmoqchiman.
mana bunday rubashkaga ega bo'ladi. Iyul oyida bizni nimalar kutmoqda? Mana shu to'plagan, yilni boshida to'plab olgan energiyamizni qiynalib resurs to'plab sarflagan paytimizda nimalar bizni iyul oyida kutar ekan? Qani, nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Korol kubkov. Korol kubkov degani bu emotsionalniy naполнение. Ya'ni ko'ngillaringga birov qarashligini xohlab qolasizlar. Ya'ni uzoq-uzoq safarlarga otlanib, mana kemalar qo'llarida turibdi, kitlar, okeanlar, yangi dam olgani otlanayotgan joylaring bo'ladi. Ba'zi birlaringda nima deydi, imtihonga kirayotgan student abituriyentlarda g'olibona, ya'ni kayfiyati ko'tarinki, ya'ni bu kubki bu emotsionalniy naполнение. Bu korol kubkov degani kubkalarda kartasida bu figurniy karta. Bu eng oxirgi, ya'ni paj, ritsar, korolyevadan ham ustun turadigan, ya'ni to'liq qonli xursandchilikka joy topolmaydigan, shapkalaringni osmonga otadigan xabarlar bilan, ya'ni emotsionalniy to'liq nima desam bo'ladi, g'olibona kayfiyatda ko'tarinki darajaga olib keladigan karta bu. Ba'zilarga qizlarimizga haqiqiy korol kubkov hayotida uchrashi mumkin. Albatta sevgi izhor qilishi mumkin, sizlarda kayfiyatlaringni ko'tarishi mumkin. Haqiqiy sevgilaringni, muhabbatlaringni yo'llaringda topishlaring mumkin. Uylangan ayollarim, ya'ni turmushga chiqqan, uylangan yigitlarimiz nima deydi, sevgi izhor qilishi mumkin. Juda ham ko'tarinki nastroyeniyalarda ko'tarib, ayollarini yonlariga turib, onasi dam oling yoki yuring, men sizni aylantirib kelaman deb turib, ko'nglarini ko'tarishi mumkin. Bizneslarda, ish faoliyatida ko'tarinki ruhda, ya'ni emotsionalniy naполненный to'lgan, kuchga to'lib, ruhiy qandaydir xursandchilik, ko'tarinki ruhda ishga otlangan bo'lishlaring ham mumkin. Mana bu bizni iyul oyida kutayotgan kartalarimizdan biri bo'ladi. Keyingi oy, ya'ni avgust oyiga izzat bersalaring, tak, mana bu, ya'ni Светлый провидец degan kartadan ochmoqchiman. Albatta avgust oyida Qo'y burchi vakillari eng omadli vakillaridan biri, 12 ta burchda ichida. Chunki bular nima desam bo'ladi, oldingi videolarimni ko'rib yurayotgan bo'lsalaring, albatta bilasizlarki, Qo'y burchi vakillari bular olov burchi vakillaridir. Mana korol mechey tushyapti avgustda. Ya'ni qandaydir sovuqqonlik, hamma narsaga sovuqqonlik bilan, xo'p, mana sog'liqqa e'tibor beringlar. Chunki korol mechey bu sog'liqqa signal, trevoga berayotgan bo'ladi. Albatta doktorlarga yangi ish boshlashimizdan oldin, o'qishga kirishimizdan oldin, safarga otlanishimizdan oldin, otpuska tugashidan oldin albatta, ya'ni diagnostika qilib, sog'lig'imizga e'tibor beradigan karta. Ish, biznes, karyera, finansa, pullarda yoki masalan nima desam bo'ladi, bu juda ham aqlni bitta joyga jamlab, o'tkir fikrlar oladigan strategiyalarda, cho'tki, ya'ni aniq strategiyalar sari, ya'ni planlashtirilgan holda ishga chorlaydigan karta. Albatta bunga e'tibor beringlar. Ko'p narsani qo'llaringga yutib olishlaring mumkin bo'ladi. Tak, oilada ozgina biroz, ya'ni munosabatda, oilalilarda ozgina jicha sovuqqonlik bilan qarashlik bo'ladi. Ikkinchi tomon, ya'ni erkak tomon vakillarimizdan. Ayollarimizga e'tiborliroq beringlar, sovuqqon qaramanglar. Qandaydir vaziyat zidlashib qoladigan kartada bu. Keyin uchinchi shaxslarda bu uchinchi shaxslar ketadigan karta. O'ylanib qolinglar. Bu sizlarga треугольник, ya'ni uchburchak kerakmi yoki kerak emasmikan? Juda ham nima desam bo'ladi, strategik harakatlarni jalb qiladigan, ya'ni стремительный событияlar, o'ylanadigan, o'tkir zehn, aql nima deydi, talab qiladigan kartada bu bo'ladi. Urushib qoladigan,
karta. Tillaring o'tkir bo'lib qoladigan, qandaydir zid vaziyatni bildiradigan karta bo'ladi. Shundan qochishlikka chorlagan bo'lar edim. Xafa bo'lmaysizlar, kartalar ko'rsatgan narsani ko'rsatib chiqyapman. Ya'ni bu 8-avgust oyiga kutayotgan narsamiz. Sentyabrda bizda ya'ni Taro Bezumniy Lunini ko'tarishga majburman. Qani ko'rsatamiz. Nimalarda qo'y burch vakillari sentyabrda niyat qilib qo'yganini mana bunday rubashkaga ega bo'ladi. Demak, Verxovnaya Jritsa yashirayotgan joylaring bor ekan. Tak, Verxovnaya Jritsa degani sentyabr oyida ko'pchilikka yana bir marta qaytarib o'taman. Biznes, karyera, finansi, oila, munosabat va uchinchi shaxslarga, sog'lig'liklaringga tegishli narsaga bitta bilan javob beraman. Ya'ni ko'p yashiringan holatlar yuzaga chiqadi. Sizlar bilmagan holatlaring, sizlarni aldab yuradigan yoki orqalaringda boshqa ishlar qilib yuradigan, bu albatta karyera, biznes, pullarga tegishli narsalar. Ehtiyot bo'linglar. Atroflaringdagi partnyorlaringga bir qator shubhali bo'lsa hamda qarab chiqinglar. Ishonmanglar, har bitta dokumentatsiyalarni, har bitta proyektlarni o'zlaring nima desam bo'ladi, tekshirib olinglar. Yuridiskiy bo'ladimi, buxgalteriya tomonlari nima, ayollarimiz oilada turadigan, erkaklarimiz uylangan bo'lsa ham ehtiyot bo'ling. Bu albatta oilada qandaydir yashiringan, ya'ni yopilgan pardalar ochiladi. Ko'p narsalar ayon bo'ladi. Bekordan bekor avgustga bizga mana bu sovuqqonli karta chiqmagani, qandaydir xafalashib qoladigan narsalar. Demak, sog'liqlaringda sizlar nimaga mana bir joyim og'riyapti-yu, doktorlarga bordim, diagnostika qilsam ham, tomografiya qilsam ham, UZI, rentgen qilsam ham chiqmayapti degan joylaringda yashiringan holatda bitta to'satdan o'zlaring bilmagan, sezmagan, ya'ni prognoz qilmagan joylaringdan bir og'rib qoladigan joylaring chiqishi mumkin. Analizlarda ko'rinishi mumkin, tomografiyalarda ko'rinishi mumkin. Sovuqqonlikni qaramaymiz sog'liqlarimizga. Demak, uchinchi shaxslar albatta ehtiyot bo'linglar. Sizlarni aldab yurayotgan joylari bo'lishi mumkin. San yagonasan, san bittasan. Oilamdagilar bilasizlar, ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, oilam bilan отношения yo'q, bo'lsa ham bolalar uchun pastel yo'q deydigan joylarda quloqlaringga lag'monlaringni osonlikcha osiltirib, ildirib qo'ymanglar. Ko'p narsalar ayon bo'ladi sentyabr oyida. Tak, noyabr oyiga keladigan bo'lsak, mana shu Illuminat degan taroni ochsak nima deysizlar? Oshiqcha kartalarni olib qo'yamiz. Bizga kerak emas. Tak, mana bunday chiroyli kartalar bular. Oktyabr oyida qo'y burch vakillarimizni, asalchalarimi, ya'ni hali o'qotar bilan bir xil, ular bilan farqi yo'q-da, lekin bitta ikkita nyuanslari bor-da. Bular ham nima deydi, tez ucharda, haligi o'rislar aytadi-ku, derski, как pulareski deydi-ku. Bu qo'y vakillari shunaqa. Masalan, agar nima deydi, to'g'ridan to'g'ri o'z fikrlarini aytishga mardlik qilsa, siz u noto'g'ri desangiz ham san boshliq bo'ladimi, oiladagi bosh odam bo'ladimi, kichikmi qarab o'tirmaydi. To'g'rimi to'g'ri, o'zini to'g'riligini isbotlab berib, ya'ni faktlar bilan keltiradigan qo'y burchlar vakillari bo'ladi. Bitta narsa aytishim mumkin, ya'ni qo'y burch vakillari ular nimagadir haligi nima deydi, og'riqqa chidamsiz bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsa, like bosib yuboringlar, komment yozib yuboringlar. Masalan, shifokor huzuriga majburlab olib borsangiz ham bormaydi-da. Ko'pincha teri, bo'g'on kasalliklaridan aziyat chekadilar. Ko'proq oshqozonga e'tibor beringlar. Qo'y burch vakillarida ko'proq oshqozon
kasalliklari ko'p bo'ladi va biz, ya'ni oktyabr oyida bizni nimalar kutadi? Четверка Венс. Ух ты! Четверка Венс degani, четверка jezlov degani. Ya'ni bu to'ydan boshlasak nima deysizlar? Ko'pchilik oktyabrga to'ylarini belgilatishga rejalashtirgan bo'lsalaring 100% yakun zo'r chiqadi. Bu to'yda bildiradi. Oilada stabilnost bildiradi. Partnyorlarning bir-biriga 100% bas 100 nima deydi 80% darajada bir-biriga ishonchliligini bildiradi. Ya'ni doверие, partnyorstva, uyg'unlik, baxtlik, nima deydi, mehribonlikni bildiradigan narsa. Startaplarda, bizneslarda, studentlarda albatta bu to'rt devorni bildiradi. Bu o'qishga kirib olganliklaringdan xabar beradi. Oktyabr oyigacha surilib, kimdir o'qishga kiradi, kimdir ketadi, puli yetmagan kontraktlarni o'rniga xushxabar eshitib, shu o'rniga kirib, davay, mana bittasi rad etibdi, endi biz kiramiz deydigan xabarlar eshitasiz. Undan keyin bizneslaring partnyorlikda, ya'ni olg'a faqat oktyabr oyida qo'y burchlari zo'r yakun chiqib beradi. Shubhalanib yurgan narsalaringda ustida ishlasalaring a'lo yakun chiqarib beradi. Ya'ni ishda ham, biznesda ham ulg'ayishi, ko'tarilishi bor, oilalarning o'sishi bor. Сокращениyaga, qisqartirishga tushaman deb yurganlar qo'rqmasin, joylaringni mixlanib qoqib o'tirasizlar. Bu oktyabr oyini bizga shu karta bildirdi. Keyingi kartani mana bu runический kartada ruxsat bersalaring ochib bergan bo'lar edim. Chiqisi kelmayapti bu yashin mandan. Tak. Noyabr oyida qo'y burchlarimizni bizni nimalar kutyapti degan savoliga, ya'ni повешенный. Noyabr oyidagi bu повешенный karta degani, qaranglar. Bunday qilib ko'rsalaring, to'g'ridan to'g'ri, lekin bu o'zi aslida karta повешенный, teskari turadi. Demak, qilgan hamma harakatlaring to'xtalib turadi. Stop kadr degan narsani eshitgan bo'lsalaring, pauza degan narsani eshitgan bo'lsalaring, hammasi pauzalanadi. Ya'ni bitta narsadan shubhalanasizlar. Oilada, karyerada, biznesda farqi yo'q. U o'qishda bo'ladimi, muhabbat, sevgi izhor bo'ladimi, uchinchi shaxslar bo'ladimi, ish bo'ladimi, pul bo'ladimi, bitta narsa sizlarni to'xtatib turadi. To'xtab tur, shoshilma. Boshqa burchakdan, boshqa rakursdan qaraychi, boshqa tomondan qaraychi, balki menga ko'rinmaydigan jihatlari ko'rinib qolar, balki bilmaydigan narsalar bilinib qolar, balki qandaydir ideyalar, g'oyalar boshqa bir burchakda qarasam ochilib ketar, ochilmagan ko'z ko'rmagan narsalarim, bu g'oya, bu lampochka hali ting etib yonadi-ku, bir qandaydir bunday emas, balki bunday qaraganimda ko'rinar degan fikrga ko'p narsada o'zlaring to'xtatasizlar yoki o'sha situatsiya, muhit, holat to'xtab turadi. Buni talab qiladi sizlardan. Boshqa nazardan, boshqa ugldan, boshqa burchakdan, boshqa nuqtadan qara, fikrla, o'yla, izla, top deydigan narsaga bizni, ya'ni tak. Noyabr oyida chorlaydigan bo'ladi. Va qaysi kartam qoldi? Ya'ni Druidcraft. Mana bunday kartani ochamiz 12-oyimizga. Juda ham chiroyli karta. Shunda ochamiz-da, to'g'rilab olay-a. Quvvat nihoyatda mana bunday qismi ko'rinadi. Dekabr oyida bizni nimalar kutadi? Yilni nima bilan yakunlaymiz? degan niyatda bismillah bilan xayolimizdan aylantirib turamizda va qo'y burch vakillarini dekabr oyida Королева жезлов kutgan bo'ladi. Bu degani jezli bu olov vakili. Hamma jezl kartalari bu Королева жезлов bu 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 10 kart jezlov ham bas. Bu paj ham bas, ritsar ham bas. Bu Королева жезлов. Королева жезlovga yetib borish uchun ancha muncha mos yo'l bosib o'tish ham kerak. Bu qirolicha. Oddiy bir ridovoy soldat emas. Bu taxtda o'tiradigan ayol. Королева жезлов degani bu olov, ya'ni insight, ya'ni
hamma ishlarni qilganda kelganda qilvolay. Ha? Hali xuddi pojar chuv etib yonadi-ku va chuv etib o'chadi. Qilganda qilolmasa, keyin olovi ichidagi olovi o'chgandan keyin qilmaydi bu narsani. Sharoitim, vaziyatim, pulam, muhtam bo'lsa ham qilmaydi. Nimaga? Chunki bu olov bir yonadi, bir o'chadi. Yonganda qilmasa qilmaydi. Qilolmasa boshqa paytda qilmaydi. Mana bu noyabrda, ya'ni to'xtab tur, o'ylab olay. Ko'p narsani analiz qilay. Yangi strategiyalarimni balki almashtirishim kerak degan paytdan keyin hamma narsalaring ochilib ketadi. Qo'llaringni shimarib tezlik bilan, chaqmoq tezligi bilan qilishlaringga chorlaydigan karta. Chunki bu olov ko'p yonib o'tirmaydi. Yonganda qilib olinglar deb chorlaydi. Koroleva jezlov degani mustahkam, ayyorlik, jozibadorlikni, strategiyani, ya'ni bu qirolicha butun mamlakatda undan oldingi hamma jezllarni tuzdan boshlab ritsar jezlovlarigacha boshqaradigan bir boshchi hisoblanadi. Ya'ni yakunda yaxshi yakunlab, xudo xolasa, hamma qilgan ishlaringni itogini podvodiz qilib, xulosalarga kelib, strategiyalaringni almashtirgan holda mana shu taxtga minib o'tirib, o'zlaringni mevalaringni mazza qilib yil davomida qiyinchilik bilan, masalan, boshqa resurslaring tugagan holda, lekin tiklanib, boshqa nima deydi, noyabrda 100% rezultatni olib, to'xtab tur, to'g'ri yo'lda yuryapmanmi? Yil yakunlanyapti. To'g'ri harakatlar qildimmi? Keyingi yilga yana qanday harakatlar qilishim kerak, yana qanday strategiyalarni qo'llanishim kerak degan joyda Koroleva jezlov bilan sizlar dekabrda juda a'lo 100% natija bilan tugatasizlar degan niyatdaman. Qo'y burch vakillarim mana. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki o'zim ham qo'y burchi bo'lmasam ham olov burch vakillaridan biriman. Xayr, layklar bosishni unutmanglar. Albatta komment yozinglar. Qanday fikrda bo'lishlaringdan qat'iy nazar